dadamni kontaktida... Ha? Nima ekan? Qani ber menga. Ber. Ber telefonni debmi? Yo'q. Yo'q, oyi, o'zim yaqin o'rtoqlarni nomerini topolmay turgandim. Hozir topaman. Mendan biror narsani yashiryapsanmi? Nimadir ko'rib qolding-a? Yo'q, hech narsa yo'q. Shunchaki aytdim-ku, yaqin o'rtoqlarni nomerini qidiryapman. Menga ber. Sen yolg'on gapirishni bilmaysan. Ko'zing sotib qo'yapti. Ber dedim. O'g'lim hozir ikkalamiz ham yaxshi ahvolda emasmiz. Dadang omonatlarimni topshirdilar. Endi bu yog'iga yagona suyanganim sensan. Har qanday ishni birga maslahatlashib olib borishimiz kerak. Mendan hech narsani yashirma. Nimani ko'rding? Ber. Voy. Oyi, shu uchun ham sizga telefonni berish istamaganman. Bu yozuvlar nima? Kim ekan bular? Bilmadim, oyi, shunisiga men ham tushunmayapman. Dadang yaxshi inson edilar. Lekin shu paytgacha menga xiyonat qilib, boshqa xotinlarga uylanganini men sezmagan ekanman. Assalomu alaykum Botir aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Alo, Botir aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Botir akani o'g'liman. Botir akani o'g'li tinchlikmi? Dadamni berib qo'ydik. Tushunmadim. Nega? Qanday? O'zimiz ham bilmay qoldik. To'satdan infarkt bo'lib qoldilar. Voy o'lmasam. Endi nima qilamiz?